Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi shu Qonunchilik palatasiga murojaatimiz bor edi. Skuterlar masalasi bo'yicha. Biz Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashaymiz. Ismim-sharifim O'ktamjonov, Ixtiyor 1990-yilda tug'ilganman. Sizlardan shu iltimos so'rovnoma qilgan holda xalq nomidan gapiraylik. Shu Qo'rg'ontepa mirosi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga keldik. Skuter masalasi bo'yicha. Shunga asoslanayotgan dokument, prava, hujjatlar asosida biz oydinlik kiritaylik deb keldik. Mana Qo'rg'ontepa tumaniga kelib, mutaxassis bilan maslahatlashdik. Shu skuterga bizga tegishli bo'lgan hujjatlarni surishtirib qilsak, birinchi 1.500.000 so'mga hujjat qilib texosmotor qilasizlar dedi. Undan keyin 1.600.000 so'mga A toifali prava olishinglarni so'raymiz dedi. Hozircha prava joiz qilinmayapti, majbur deyilmayapti, lekin texosmotorda o'tishi shart deyapti. Hozir bu aytilayotgan skuterimizni holatini ko'rsangiz, mana bu holat. 3 millionga bu tortadimi, tortmaydimi? Mana bunisi sal yangiroq lekin. Sizlardan murojaatim, hurmatli qonun palatasida ishlaydiganlar, xalq uchun, shu O'zbekistonimizni fuqarolari uchun ozgina yordam qilinglar. Shu narsani 1 millionga rasmiylashtirib beringlar hamma hujjatini. Mayli sizlar aytgandaqa bir oy o'qishini o'qib, yo'l qoidalarini tushunib, yo'l qoidasini buzgan shaxsga nisbatan eng kamish haqini bir baravarini so'rashinglarni mayli sizlar tomonidan biz qabul qilamiz. Lekin hozir bu narsani tezligi 35-40 tezlikda yursin ham deylik, mana 25 emas. Shuni hozir yoshimiz katta, yoshi katta fuqarolar ko'p minyapti buni. Maktab yoshidagi, yosh bo'lgan o'spirin yoshlarga, maktab yoshidan kichkina bo'lganlarga mumkin emas deb taqiqlov belgilashinglar so'raymiz, mayli. Lekin hozir ish yuzasidan ko'pchilik ro'za Ramazon oylari kelyapti, masjidga boradi, ibodatga boradi, bozor ucharga chiqadi. Oyog'i og'riydiganlar ko'p, velosiped minolmaydi. Sizlardan endi iltimos qilib qolaman. Mana shu murojaatim, iltimos ko'rib chiqinglar, xalq nomidan so'rovnoma yubordim. Rahmat sizlarga. Ijobiy natija hal bo'ladigan umiddaman.